hali bunaqasi bo'lmagan uyingizga yoki xonadoningizga 5 kilovatli quyosh panel o'rnatish nech pulga tushadi hamda qanday inverter, qanday quyosh panellari bo'lishini batafsil tushuntirib o'taman. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Oxirida narxlari bilan hammasini tushuntirib o'taman. Hozirda eng yaxshi va samaradorligi yuqori bo'lgan Jinko 615 vatli panelimizdan 5 kilovat uchun 9 ta dona ketadi. Bunga qo'yiladigan inverterning nomi 5 kilovatlik deya bo'ladi. Buni qulayligi o'zingizdan ortgan tokni tarmoqqa sotsangiz ham bo'ladi. Bir oyda 300 ming, 400 ming qo'shimcha daromad qilsangiz ham bo'ladi. Himoya uchun eng kerakli narsa DC avtomat bir dona uzeb, 2 dona perdahnator ketadi 5 kilovat uchun. Hamda quyosh panellari uchun maxsus 1/4, 1/6 issiqlikka chidamli, yong'in chiqarmaydigan mana shunaqa kabellardan foydalaniladi. Hali bunaqa narxni eshitmagansiz. Jinko 615 vatli panelimiz $12.7, deya 5 kilovat bir fazali inverterimiz $370, kabel 50 metr 0.85 sentdan, uzeb $7, DC avtomat $7, ikkita perdahnator $4dan, konnektor $2dan 4 dona, общий summa 13.800.000 bo'ldi. Uyingizga 5 kilovatli quyosh panel o'rnatishingiz atiga 13.800.000 tushar ekan. Manzilimiz Ark-Buloq savdo majmuasi, A15-magazin. Pastga nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin.